Aka boya bana ikkisi etidan shunaqa chiroyli qiz tushib keldi. Ikkita bana shundoq xupladi-yu. Voy, qizni ko'rsangiz. X7 ichidan men tushib kelsam ham takoy ko'rinaveraman lekin. Menimcha sizga Rolls-Royce yordam bermasa kerak aka. Ukam o'zingni bos, to'xta. Dona-dona tushuntirib ber, gaplar nima bo'ldi? Asabiylashib, qon bosimlarim o'sha yuraklarim dukullab ketyapti, bilan saqamasangiz bo'lmaydi. Ukam qara, men bekorga oldingda emasman. Men senga hammasini o'rgataman, ukam. Uylanganman-ku. Qara, hozir ichkariga kirasan. Silaysan. Shap ochasan. Yo'q, men xonimon aytmayman, ukam. Shap ochasan-da, choy qo'shib ichib yuborasan. Qara, hayajonlanmaysan, asabiylashmaysan. Qon bosimlaring joyida bo'ladi. Hammasi chotki bo'ladi. Keyin Bu nimaga? immunitetingni ko'taradi, ukam. Bosganga. Bosgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Soat metrga yig'ishib kelibsizlar. Qarmochaganmiz-da. Nega? Mana shu po'lat. Meniki temir. Aka nima nima? Profnastrel cherepitsa. Cherepitsa. Unda bizga ikkita. Qanaqasidan? Menga go'shtligidan. Menga pepperoni. Cherepitsa. Kafir. Akalar. Bu sokol deyiladi. Yo, temirligiga men kafilman. Men metalmi? Da, metal. Paxtadan yaxshimi? Ancha yaxshi. Unda bizga 80 kvadrat berib yuboring. Hop, nimaga? Saunaga. Sauna quramiz. Aka nima? Metal turba. Unda bizga mashina qilib 32 ta kesib bering. Nega? Oq qora qilib kesib bering. Aka shashka o'ynaymiz, shashka. Aka nima? Qora list. Unda bizga 5 ta bering. Nega? Aka bowling qilamiz, darishkasiga so'rang. Aka nima? Chipr. Biz rangli printerni o'ylamiz. Spiskalar yozib oldingiz-a? Ha, yozib yubordim. 100 kvadrat patolog zakaz qilganingiz uchun sizlarga 5 kvadrat bonus qilib beramiz. Yanachi. Va dastavka xizmatimiz ham bepul. Unda bizlarni ham qo'shib dastavka qo'ringlar. Murtazo? Nima qilib turibsan? Bitta idea kelib qoldi aka. Mana shu svetoforni qizil chirog'ni yuradigan qilib, yashil chirog'ni to'xtagan qilsa, odamlar qanchalik ko'nikib ketarkilar? Murtazo. Nimani yana hisob kitob qilyapsan? Aka qarang, mana shu mashinani bor-ku, gazini bosganda to'xtaydigan, tormozni bosganda yuradigan qilsa, xalq qanchalik ko'nikib ketarkan. Tasavvuringlar bo'lsa kerak. Ukam, menga qara. Benzin narxi oshdimi? Ha, oshdi. Ko'nikdik, to'g'rimi? Ko'nikdik. Moshina narxi oshdimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Qara, oylik bitta oshdida, ikkitadan kommunalkalar ham oshib berdi, to'g'rimi? Ha? Ko'nikdikmi? Ko'nikdik. Sen aytayotgan narsalar Эй, да qara bumba para Шымкент ko'chadagi shara-bara-bariga жетет bizda shit-tet как будто shit-ildek. Ishqilib eshik ochib bo'lsa, точно bo'laman degan. Ha? Ko'cha qo'yardim, men seni ko'chada tug'ib edim. Ne unaqa desoni bolalar bilan futbol ko'rib qolib ketdim. Bolalaringiz kechasi bilan molga o'xshab ko'shab chiqasalar, uxlasang bo'lmaydimi, ertalab tura olmaysan. Turaman, onam. Mendan voqli turadigan odam yo'q bo'lsa kerak bu dunyoda. Qorin to'ylaydi, siroj uxlash kerak. Xonani ahvolini qara. Bo'lmishlar mendan yaxshi yashasa kerak. Xotining tozalab qo'ymadi uylarni. Men hali uylanmaganman, mendan xotin maqsad. Uyshlash kerak. Qo'lam olib ketdi. Keyin hamisha xotin qiladi. Only Va mol, vaqtliroq tursang bo'lmaydi, biz sen tengini ikkita bolali bo'lib dunyoning ishini hal qilyapti. Sen hali ham yotibsan, sasib turoningdan. Ha do'stlar, zero uylanmas ekansiz, biringiz ikki bo'lmay, hayotingiz shunday mazmunsiz o'taveradi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Tezroq uylan, dal. Shuna qarasam, gaz. Shoh. Rahmat. Yili necha mana qancha yurgan? 18 yil minilgan. bu mashina endi menga borib bir umr man tashlab ketgan eski qizimni eslatuvchi bo'lsam, qizi Spark haydirmidi? So'rachi? So'ra. Murtazo? Qizingiz Spark haydirmidi? Murtazo. Qizini rangi sal qoraroq emasmidi? Asfalt ko'rganmikan hech qanaqa? Asfalt ko'rganmikan yoki? Anaqa asfalt ko'rmaganmi qizing navoda? U eslatadi bo'lmasa Murtazo. Mana mashina. Va bu mashinani nima sani qizingni eslatyapti? Boya minilganligiz. Hop. Meni ham qizim 3 yil minilgan edi, esimga tushib ketdi. Qattiq yurtdi.
Tozasi bormi? Changi to'rlaring qanol, orqa tozami orqalaring. Toza olib ketdi. Soqqa keladi, havo uchib boradi, soqqana ber. Mazayini qil. Oka, menga. Qolmadi, oxirisini bunga berib yubordim. Tanimayapsiz, oka meni? Kimsan, tanimadim. Voy. Alo, Sobir aka. Bu yerda g'alati ish bo'pti, aka. Cho'ta yo'lda boryaptilar menga. Gaplashing. Kim? Sobir aka. Alo. Ha, brat. Bo'ldi, qalqib beraman, faqat qimmatroq bo'ladi. Ha, bo'ladi. Soqqani ber. Mana. Nima kichkina bu? Chorvoniki ukam. Bunga izzachi, o'rniga izzatisiga ham havo beraman, ozgina och. Chisnomi, aka? Bakteriyaga qarshi ukam. Aka, yaxshi ish qilmayapsiz, lekin men havola ochilib ketgandan keyin sizlarni ham ishtoq deydi. Ukam, bizani ish sezon-pezon tanlamaydi. Xalq nimadan qiynalsa, o'shani sotib soqqa qilamiz. Menga qaralaring, gaz zapravkaga o'chib boshlanmadimi? Nima qilay? O'ynab yurganim yo'q-ku, yaxshi ko'raman, lekin men ham karyeramni tuzib kelib ishxonani mumarlashtirib bo'pti. Jonga tegib ketdi. Nima bo'pti, o'rtoq? Et darding. Kim seni xafa qilyapti? Qizimda o'rtoq gapirayotgan gapini qara. Ishingizga vaqt ajratasiz, menga ajratmaysiz. Internetda juda ko'p o'tirasiz, qizlar bilan yozishasiz, uyga kech borasiz, sizdan xavotir masjidgacha kelib ketdi boru. Qara, men senga zo'r maslahat beraman. Mazza qilib yurasan. Shundoq xayrlash bortini ber. Choyxonaga mazza qilib borasan. Internetda xohlagan odaming bilan gaplashasan. Ko'chalarda bemalol 2-3 kez sanglaysan. Degan ovozda bo'lmaydi. Mazza qilasan, miyang tinch yuradi. Sen ham o'rtoqsan-da endi. Hozir sen menga qarab turib javob. Sen adashyapsan. Sen uni ko'ngliga qaragin, chunki uylanasan. Hozirdan ko'ngliga qarab, ko'nglini olsang, ertaga ota-onangni ko'nglini oladi u. Deyish o'rniga gapirayotgan gapingni qara, Murtazo. Shunaqa qilib bo'lmasa, menga nima deysan? Endi jonga ham tegib ketadi. Sen nima qilish kerak jonga tegib? Har tugularni yopishqoqdan qutuldim, o'zim bor ekan bo'ldim-ey. Bagajing muncha kichik. Nima qilsam bo'pti? Men boraman, rasborga jo'ram uchun boraman deb bagaj o'tiraman. Birga bir, ikkiga birga biz urib tashladim. Yo'q, ikkiga bir yo'q deydi, faqat birga bir. Sen slabiysan, Jo'rajon, men chesting uchun urishib, maybini chiqarayman bachaman. Yo'q, u faqat birga bir, tushunsanmi? Birga bir. Qera u birga bir. Jabbor og'ayni PlayStationga chaqiruvdi, o'shan ketyaptimi o'zi? Men sen urishasanmi deb bagajingga qisilib yuraman. Ya o'zingga bilad PlayStation men urush bo'lsa cho'qib bagajga bo'laman. Zaministrni xotini emas ekan. Chiqdi-yu, PR ekan. Kim ekan endi bu 40-13? Bitta sir ochaman desang, shu ko'tarsang bilasan kimligini. Ko'tarsang bilasan. Alo, menga qara. Alo, pul qo'lnikini deyishardi-yu. Puli yo'q-da, lekin qo'lniki. Maydi-chu, ol, yoqimli ishda. Men senga bitta sir ochaman. Qo'lingni yuvib kelsang toza bo'ladi. O'rtoqmash tahta bilan olib yo'lda chetda turgan qizni kechqurundan nima qilib turar ekan? Sen bitta sir ochaman-da. Kerak emas. Ular ancha oldin ochilib bo'lgan. Sirlar. Hey, beni qara bu para Shymkent ko'chadagi shara-barabariga jet etdi, set etdi. Javob, $1 million topib oldik. Nima ishli qilib tashagan bo'lardi o'rtoq? $1 million topib olsam, birinchi bo'lib qarzlarimdan qutulardim. Qolganigachi? Qolgani kutib turar, keyinroq qilib berarman. O'zing nima qilarding? Voy, bitta uchastkani jinnisidan qurardim. Chorvoda 2 etajli uchastka. Bitta mer solib, qolgan puliga 30 ta jentira arendaga chiqarib yuborsam, voy boqib yotadi umrim oxirigacha. Men qilaman 30 ta jentrani bittasini men berarding-da. Men senga takki berib yuborishim kerak. Nima qilibdi? 30 ta, 1 million ichida Meni ham 14 orzu ming. havaslarim bor. 1 million ichida 14 ming nima degan gap? Qanaqa qilib men senga takki berib yuboraman? Bu necha yillik o'rtog'imizda bersang nima bo'pti? 14 ming dollarning narsa. Bitta jentra 30 ta yuzanda. Qanaqa qilib takki berib yuborishim mumkin? Sani pul o'zgartiribdi boru, sen orqalab keta olmaysan. Esingdan chiqarmaman shu gapni. Tushundingmi? Noto'g'ri ish qilding. Men senga takki berib yuborishim kerak. Yerdan topolmam shuncha pulni, ey. Ishlamagan tishlaydi. Kelishini qarayadi. Afolla. Qaraysan? Sen bormisan, turimiz, ha? Yo'q, chitiyman. Kayfiyatingiz zo'r, tinchlikmi? Yo'q, beruli. Maksim Gorki. Sizlaringmi? Bo'ldi, seriously baka. Menga qara. Har doimgidek qizlaring oldidan kelyapsan. Ertaga tovutingni biza ko'taramiz, ular emas. Gaplaring to'g'ri. Tovutimni senlar ko'tarasanlar. Lekin menga bola tug'ib bera olmaysanlar-yu. Kutganmidinglar? Tayyormisizlar? Men sizlardan ko'ramanlar. Like. Ketdi, yoshligiga qaytamiz. Dili dumbali.
odamni cho'chitib oldilaring. Va pipkalarni tiptonlaring. Nima qilamiz buni? Bilinglar. Valla boshim yomon og'riyapti-da. Boya chertdim, hali ham og'riyapti. Emas. O'sirgani ko'tiga shipon chiqsin. Rozi. Mandan tashqari. Mandan tashqari degani ko'ti qishqa. Maktab chog'larimni eslab qiynalar qalbim. Sevgimiz xor qilolmagan o'tgan kunlarim. Ana tog'im, maza xillashlik holatida o'zi shanba kuni borib, tog'ga chiqish kerak. Odam bo'lmaydi, it ham bo'lmaydi. Probka ham bo'lmaydi. Shu yerda yashaydiganlar bor-ku, Toshkent Cityga kirayotgan ekan dam olishga. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari borib, dachalar shunaqa ko'tarayotgan ekan. Vaqti yo'lda probka vaqti. Odam tiqilinch, bir-biring bilan manda qo'tasan yo'lda. Lekin rostdan ham shunaqa bo'lsa bo'lardi. Shanba kuni kelamiz dedilar, probka bo'ladi. Orzu hammasi bo'lib qoldi, hammasi ketdi. Yakshanba kuni kemalaring degan. Topdim. Qozog'istondan shikolat olib kirib sotamiz, qani. Ya pul kerak unga. Bekorchilik vaqti jonga tegdi. Bolni keldi, yomon ekan. Ancha borgan Yo'q, ideya. Men bitta qiz bola profil topdim. O'shaning nomini tapichga ming qilamiz. Okey. Bloger bo'lamiz. Qani deydi bo'lamiz. Yo'q, ijod qilamiz. Faqat ijod. Reklama giveaway qilmaymiz, faqat ijod. Tashalamiz. Ijod. Assalomu alaykum, Instagram 747 obunachiga ega bo'lganimiz munosabati bilan o'zimizni shaxsiy itam deb nomlangan giveaway'imizga start bermoqchimiz. Bizda asosiy sovg'a mana shu Nexia Blair avtomobilini chap tomoni kalpagi azizlar. Bizda reklama Farxatskida 10 ming so'mga sotiladigan ajoyib ishlarga asqotadigan umiddamiz. Bizda yana bir bor reklama Kuchinski bolalar uchun ajoyib taroqlar sizga. Bizning bosh homiyimiz Fahmoq opa naskilari. Белый это белый, черный это черный. Ну, погнали! Sizda ham pul ko'payib ketdi. Sening ichidan pishgan do'st. Yana boshladingmi shu ishingni? Instagramga kirmalar, iltimos. Mashtonga to'xtab qoling Masal Mavrud to'xtang birada. Necha bo'ldi aka? 15 ming so'm bo'ldi sirada. Men beraman. Menda mayda bor. Menda oilali chiqqan, men beraman, bolalar. Qatdan ham gapirdim, qisib o'tirsam bo'lar ekan. Tezroq berib yuborsin-chi, vas yo'q. Ana aka. Men beraman. To'yxonadan soda ham chiqmadi. 5000 tushadigan joyi edi. Bolalar. Men shunday qilib chiqaman, kelaman. Hozir birdan. 5 pul bo'pti. Men 500 ming etmasa Men faqat choy ichdim, choyga to'layman. Men mashinadan olib beraman hozir. Bolalar noto'g'ri ish qilamiz dedi doim. Kelinglar, mana qilaylik. Aka shu to'laverasizmi? Bolalar to'lamadimi aka? Siz yetib ketishdi. O'zlari qani? Ana? Some of them, woman jump on them. To'g'rida. Woman jump on them and them rock them. Some of them, woman jump on them and them rock them. Some of them. Kutganmi deylar? Tayyormisizlar? Davay o'tda. Birinchi oddiy oling. Birinchi oddiy, ikkinchisida Biz bilmaydik bu. Bayraming muborak bo'lsin megachin.